Ha, Nozani uyga ketopsam, o'tir tashab qo'yaman. Nima, shu to'rtburchak o'yinchoq mashinaga mani chiqadi deb o'ylayapsan. Bor yo'qol. Nimaga sovchilarga yo'q deding, o'zingcha nos qilasan. Mol. Uni yaxshi ko'rmayman, aka. Damasi bor ekan, ertaga och qolmaysan, birovdan kam bo'lmaysan. Ha, Zagran pasport olib boraman keyin. Selena Gomez Damasdan Parijga keling deydi. Tug'ilgan kuningga boramiz, oila bilan Damas gaplashib qo'ydi. Bizdan boshqa mashina yo'qmadi. Damas yaxshida, bir kamaz odam sig'adi. Sani boshingga shunday baxt qushi parkovka qilaman deb bilmayapsan, qizgina. Sizning fikringizcha o'g'il bolada shaxsiy mashinasi necha yoshdan bo'lish kerak? Necha yoshdanligini bilmadim-ku, lekin o'g'il bolani hayotda Damas bo'lishi kerak. Ana, dunyoqarash Damas salonida keng qiz ekan, malades. Tez yur dedim senga. Xolani bir qatga olib ketyapsiz? Azdamasini oldiga og'ziga tupurib qo'ysam, bu yoq pul toparman bo'lsin. Xola o tupurib qo'yish ham pullik lekin. Mana adamda gelik bor. Mana adamda Damas bor. Yosh bolalar ham biladi Damas urvinini. Qaravering. Qaramayman. To'xting. Ha, Manda hech qanaqa gapingiz yo'qmi? yo qali.